Istiqlol turar joy majmuasidan 3 xonali kvartira endilikda sotuvga qo'yildi. Aynan mana shu blokda joylashgan. 8 qavatli ushbu domimizni 7-etajda turibmiz. 7-qavatda joylashgan kvartiramiz naq 94 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Eng qiziq tomoni planirovkani ham zo'r qilishgan ekan. O'zlari $1800 ga maxsus buyurtma asosida chizdirishgan ekan. O'sha proyektni ham qo'shib berishadi. Birinchi ko'rib turgan xonamiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, chiroyli manzara ko'rinadigan oynalar bilan birga plan qilingan va chizma bo'yicha garderobni ham mana shu joyga joylashtirib ketishgan ekan. Hozirgi mana shu ko'radigan qismimiz oshxonaga mo'ljallangan. Oshxonamiz mana shu yergacha. Oshxona yengil ovqatlanish qismi ham mavjud. Bu esa mehmonxona uchun mo'ljallangan joyimiz ekan. To'rt burchak bo'lgani uchun zo'r planirovkalar qilib qo'yilgan ekan. Mana bu qismimizda kattakon sanozilimizni proyekt qilingan. Eng chekka tomonimizda esa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashtirilgan. Rasmlardan ham ko'rib turibsiz, pulni ayamasdan chiroyli qilib ta'mirlab olsangiz, maza qilib oilaviy yashashga qulay bo'ladi. Eng qiziq tomoni kommunal tarmoqlari, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasini abonentdan ochib tayyor qilib qo'yishgan. Notariusga borib pulni sanayverasiz. Ushbu 94 kvadratli joyimizning narxi esa 1 kvadrat metri $630 dan yana ozmoz o'tib beradigan joyi ham bor. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib mana shu joyni sotib olsangiz bo'ladi.